Kimman o'zi? Gazni o'chiruvmidi? Nechta bolam bor edi? Xotiningiz har 5 sekundda xotirasini yo'qotadigan bo'lib qolgan. Yo'q-e. Ha, ishonmasangiz, mana isboti. Uyda o'tirib zerikib ketdim. Biror joyga aylantirishga olib chiqing. Hech bo'lmasa bugun parkka olib chiqing. Hozir xotin. 1, 2, 3, 4, 5. Qaysi parkka boray? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qanaqa park? Ko'cha sovuq bo'lsa, sochingizdan uzoq o'tadi. Uyda o'tiramiz. Balo bormi parkda? Yo'q, bu xotin xotirasini yo'qotibdi. Endi bu qiziq bo'lsa kerak u. Mayli, men ketdim. Mana qarang. Ertaga ertalab hay deysizmi, yo'q deysizmi, onamnikiga ketaman. Hozir. 1, 2, 3, 4, 5. Qayerga boraman deding? Qayoqqa boraman dedim. Axir men biron joyga boraman dedim. Oshxonaga boraman deding. Oshxonaga ovqat qilishing kerak, xotin. Ha, oshxonaga borishim kerak. Deyamanmi? Bo'pti. Devora. Qarang, Xonsaroyda 1+1 aksiyasi ketayotgan ekan. Shirin hayot loyihasidan bitta bir xonali uy sotib olsangiz, ikkinchi uyning yutuq sifatida yutib olishingiz mumkin ekan. Zora tekinga yana. Yo'q. Biz ham Xonsaroyda hozir uy olaylik. Xo'p, xotin hozir. 1, 2, 3, 4, 5. Bo'ldi, xotin olamiz. Nima olasiz? Yo, siz mendan so'roq biror narsa olamsizmi? Xotin. Ha. Produktda qolmabdi, produkt olamiz. Bo'ldimi? Aytgancha, eng mumkin ammo o'g'il chiqaryaptilar. O'shanga menga ko'ylak olib berasiz, ha? Ha, bo'ldi, xotin, tamom. 1, 2, 3, 4, 5. Nima olib berishim kerak? Ko'ylak olib berasiz. Xotira, chalg'imaymiz. 1, 2, 3, 4, 5. Nima olib berishim kerak? Ko'ylak deyapman. To'miz ketganmi? Ko'ylak. Unga qara. Bu xotinlar hamma narsani esdan chiqarishi mumkin, lekin ko'ylakka kelganda hech narsani esdan chiqarmaydi. Tavba qildim. Yana bitta papir o'tib ko'raylik. 1, 2, 3, 4.